Assalomu alaykum, cho'q savdoni kuzatuvchilari. Bugun sizlar bilan gaplashadigan giyohimiz karkadil giyohi bo'ladi mana. Karkadil giyohi, karkadil ya'ni atirgul bo'ladi. Ko'proq Xitoy, Braziliya, Hindiston shunaqa davlatlarda o'sadi asnoli. Buni foydalarini ko'rib chiqamiz bugun. Xo'p, karkadil choyini hamma har xil videolar qilyotibdi. Qonni suyultirishi, nimadirlarga bir to'liqroq video qilishga harakat qildik sizlar uchun. Kam ko'zi bo'lsa uzr so'raymiz. Xo'p, karkadil choyi. Yana mana qo'liga ushlab ko'rsataveray. Libamni qopi bilan oldimga qo'yib oldim. Bunday qilsam bo'lar ekan sizlarga. Xo'p. Karkadil choyini qaynoq holda damlasanglar ham bo'ladi. Rangi ko'proq qizil tusga kiradi. Ma'lum miqdor qonni ko'paytirib beradi. Ma'lum miqdor. Keyin karkadil choyini foydalari qonni asnoni suyultirish uchun foydasi juda ham ko'p. Qon suyultirish. Keyin yoshlar katta bo'lavergandan keyin yoshimiz ulug'lashgan sari deydimi, qon quyuqligi bo'ladi, qonni suyultirib beradi. Keyin bunda quvvat oshiruvchi, ya'ni erkaklar quvvatini oshirishda, ayollarni yuzini toraytirishda, ayollarning yuzini ko'proq kosmetologlar ham biladi, bilmaganlar ham bilib qo'yishadi. Endi buni sovigan iliq holatda ichiladi ko'proq holatlarga. Kosmetologlar ham ishlatishadi ko'p joylarga, endi mutaxassislari bo'lmasa bilib olishsa ham bo'ladi. Buni suvini yuzga suradi. Keyin kichkina o'girkichalar, mayda ma'lum miqdor o'giriklarni yo'qotishga, teshikchalar bo'ladi-ku yuzda. Shuni tiniqlashtirish uchun ham, o'shalarning o'rnini yopish uchun ham ishlatiladi. Buni suvi. Ayni asnoniy rang beradi teriga ham, yuzni yoshartirish uchun ham, shundaylar, yuzni yoshartirish uchun ham foydalari juda ham ko'p bo'ladi. Xo'sh. Bu qanday holatlarda mumkin emas? Buni ichilmaydigan holatlari ham bo'ladi-da. Ichilmaydigan holatlari ham. Emizikli ayollar, homilador ayollar 2 yoshdan tepa holatda ichiladi. Allergiyasi, kuchli allergiyasi borlar ichish mumkin emas. Buni ham inobatga olishimiz kerak. Asnoniy foydalari yana ham ko'p. Qonni suyultirib beradi. Sizlarga asnoniy kerak bo'layotgan narsa qonni suyultirib beradi. Ichida normal holatda ushlaydi. Qonni ma'lum miqdor ko'paytirib beradi. Xo'sh. Miyaga ham qanaqadir ozroq tinchlantiruvchi anosi bor buni. Bunda olma sirkasi, bularga mana olma kislotasi, limon kislotasi o'z tarkibiga oladi. Bu choy hammasini. Yana ham bir foydalarini agar kerak bo'lsa, baribir vaqtimiz yetmaydi. Sizlarga bemalol tushuntirib beramiz foydalarini. O'zimiz magazinimizga kelsanglar, dastlabki qilib ham 12 viloyatga chiqarib beraveramiz. Joninglar sog' bo'lsin. Bu haqiqiy pishgan varianti. Bir kun damlab ham sizlarga ko'rsatib beraman. Joninglar sog' bo'lsin. Kelaverasizlar, qanday holda ichilmasligini bildinglar. Koni foyda erkak va ayolga. Faqat ichilmaydigan zarurat joylarini o'zim bilgan holda, bilganlarimcha sizlarga tushuntirib berdim. Joninglar sog' bo'lsin. Cho'q savdoga podpiska tashlab qo'yishni unutmang. O'zingizni ehtiyot qiling, sog' bo'ling. Bunda yana avvalambor alkogol zarar. Alkogol ichgandan keyin ham o'shaning ta'sirini kesish uchun ham damlab ichiladi bu. Yana ham aytib qo'yaman, uning foydasini. Iloji boricha umuman ichmanglar. Alkogol 100% zarar narsa. Joninglar sog' bo'lsin, o'zinglarni ehtiyot qilinglar.